Yunusobod tumani Otchopar 2 mahallasi, Chinobod 8 ko'chasi. Strong Building Art House kompaniyasi. Buxoroning uyidan, ya'ni mening uyimdan taxminan 1-2 metr masofada 10 metrlab chuqur kavlab tashlagan. Yana buning ustiga GASIN, ya'ni Davlat qurilish nazorat inspeksiyasi va uning xodimi Sabirov Davron degan yigit harakatsizlik qilganligi sababli mana shu 4-obyektda mening uyimga xavf tug'ilib, buzilish ehtimoli tug'ilganligi sababli mana shu obyektda ish to'xtatilgan bo'lsa ham, mana kranni mening ustimga muhofaza zonalariga rioya qilmagan holda qurishga ruxsat bergan. Mana ikkinchi kran, bitta joyda ikkita kran odamlarning ustida. Mana uylarda odamlar yashamoqda. Odamlarning ustiga muhofaza zonasiga rioya qilmagan holda kran qo'ygan. Men boshqa tashkilotlardan bunga chora ko'rish bu safar so'ramoqchi emasman. Chunki to'g'ridan to'g'ri funksional vazifalarga kiradi. GASINda qurilishni nazorat qilish. Mana shu qurilishda nazoratchi bo'lib ishlovchi Sabirov Davron va GASIN rahbariyatidan mana bu yerdagi chuqurni tuproq bilan qaytadan yopishini, mana shu kranni bo'lsa shahar xavfsizlikka tahdid solib turgani uchun tekshirishingizni, davlat ro'yxatidan o'tganmi, pasporti bormi, talabga javob beradimi, betga qurish mumkinmi, barchasini tekshiruvga olishingizni so'rayman. Mana bu chuqurchani bo'lsa tuproq bilan ko'mib, mana bu uyimga xavf solmasligi uchun xavfsizlik choralarini ko'rishingizni so'rayman. Birovni uyini oldini kavlab, ruxsatini olmasdan xohlagan ishni qilishga huquqiy demokratik davlatda bo'lgan ishni qilishga ruxsat yo'q.